Manga qara, bir haftadan beri Banisada yotdi. Ramazon oyini yarmi ham o'tib ketdi. Na uydagilar bir marta kelib sandan xabar olgani yo'q. Ani boyvachcha okom gapirmasa ham bo'ladi. Nimaga unaqa deysiz? Bilasizku, akam safarda edilar. Bo'lmasam kelardilar. Safar bir bahona bo'lsa kerakdi. Allo, ukam, yaxshimisan? Kelib qolay dedingmi? Rahmat opa, o'zingiz yaxshimisiz? Hozir yo'ldan ketyapman. Sen yo'qligingda singlimiz kasalxonaga tushib, shu desang rosa mazasi qochdi. Birontamiz xabar ham ololmadik. Bilasan-ku, o'zi onamning ham mazalari yo'q, o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib. Xabar ololmadik birontamiz uka. Shunga bir yo'lda xabar olib kelsang degandim. Bo'ldi, opa, men uni singlimni ko'rib, keyin uyga o'tib boraman. Onang chiqib, o'zim ham kasalman deb telefondan turib xabar oldi. Menimcha seni asrab olishganmi deyman. Bilib bilmasdan har xil gaplarni gapirib tashlamang. Singlim? Voy, akam keldilar. Hey, kim bor? Voy, assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kuyov, siz ham yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat aka. Senim, o'zing yaxshimisan? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Bilmay qolman, safarda edim. Balisaga tushib qopsan. Mana shularni ol. Birinchisini ko'rib ketay dedim. Ovora bo'libsizda aka. Yuring ichkariga, iftorlik qilib ketasiz. Rahmat singlim, boshqa safar onam bilan birga kelamiz. Sizlar yaxshi o'tiringlar, bo'pti. Bilmaydigan boshingizga kulfat kelsa. Kom, seni ham oldindan ancha xijolatdaman. Yo'q, aka, nimaga unaqa deysiz? Qarz olganimda ham 3 oy bo'lib ketdi. Jon ancha muammolarimni hal qilib oldim. Mana omonatingiz, katta rahmat. Ming bor uzr, lekin vaqtda qaytara olmadim. Rahmat sizga, kom. Singlimni yo'qlayman desam, g'oyibdan keldi. Jigarlarni o'z vaqtida yo'qlab turish kerak ekan. Yo'qlab turing ko'ngil uchun.